Nimaga aynan O'zbekistonda qiz topdingiz? Nimaga Senegaldan emas? Yo'q. Assalomu alaykum, bro. Siz yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Zo'r gap yo'q. Ha, sovchilarda qiz topibsiz, rostmi? Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi qiz topish? Shu yorim hol, bemalol o'zimdan profil bitirdi. Aha. Yo'q qildim, qizlar chiqdi, yo'q qildim, tanlab qildim, deganim, endi shu parigacha bemalol gaplashgandim. Ha, ko'rishib gaplashdingizmi? Voy, gap yo'q, omadingiz bersin. To'y belgiladinglarmi? Da, endi hozir shunday amalab qolamiz, men endi inshaalloh yaqinda. Ha, tez kunda to'y, ha? Voy, gap yo'q, kel. Ha, nimaga aynan O'zbekistonda qiz topdingiz? Nimaga Senegaldan emas? Yo'q, farqi yo'q, qayermi? Xatdan yo'qgandek bemalol gap. Ha, o'zbek qizlari yoqdi sizga. Qizi o'zbek qizlari zo'r. Ha. Siz asli o'zi musulmonsiz, o'zbek qizlari yoqdi. Ha, gap yo'q, bro. To'yingizga aytasiz-a? Sizlarning ham to'yimdan bemalol. Bo'ldi, jigarim. Gap Bo'lsa ham yo'q. bo'ladi. Sayt haqida ozgina fikringiz bo'lsa aytsangiz. Bo'ldi, sayt haqida jigarlarimiz, o'rtoqlar, kimdir o'ylanib bo'lsa, agar tez topolmasalar, shu yerga kelsa bo'ladi. Uylanmoqchi bo'lsa, Ha, o'ylanmoqchi bo'lsa, yaxshi qizlarni ham bor, shu yerga bemalol kimdir yo'qgan, kimdir qalatir bir gap bo'lsa bo'ladi, ularlar. ha, maslahat berasiz, to'g'rimi? Topib Ha. bo'ladi. Gap yo'q, Shu bilan xursandman. Charchamang, sog' bo'ling. Gapiraman desak.